ruhiyatimizni bitta diagnostika qilib olamiz. Bu juda ham qaynona keladi, mani kelinim meni zaharlamoqchi. Bolalarda bu nokimyoviy qaramlik hisoblanadi. Bu ko'proq depressiya kasalligida bo'ladi. Albatta psixoterapevtga ko'rinishga jiddiy sabab hisoblanadi. Assalomu alaykum. YouTube'da berilgan birinchi videomizdan keyin sizlardan kelib tushgan talabnomalarga ko'ra, demak biz qaysi mavzularni yoritishni o'ylab ko'rdik va birinchi navbatda ruhiyatimizni bitta diagnostika qilib olamiz. Bu juda ham muhim, chunki uydan chiqmagan holatingizda ham psixodiagnostikani bemalol o'tkazib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ruhiyatdagi holatlarga biz qanaqa e'tibor berishimiz kerak? Birinchidan bizda o'sha ruhiy faoliyatlarning ichida sezgi bor. Sezgida demak bo'lishi mumkin, sezgi oshib ketishi, pasayib ketishi. Sezgi oshib ketishi qanaqa bo'ladi? Masalan, yorug'likka chiday olmay qolamiz, odamlarning ovozi yoqmay qoladi, shovqinga chidab tura olmay qolamiz. Bu endi kasallikda bo'ladi. Depressiyaning belgisi hisoblanadi. Keyingisi sezgini pasayib ketishi. Sezgi pasayishi qanaqa bo'ladi? Asosan demak ko'proq ta'm bilan bog'liq qilib bemorlar kelishadi. Mana oldimga mana ta'm sezmay qoldim, ovqatlarning mazasini sezmayapman deyshadi. Bu demak sezgi pasayishi. Bu ko'proq depressiya kasalligida bo'ladi. Sezgi buzilishida mana shu ikkita holat bor. Buni eng ko'p uchraydigan holatlardan o'zingizda aniqlab olishingiz mumkin. Demak, sezgida muammo bo'lsa, bitta plyus qo'yib qo'yasizlar o'zingizga. Keyingisi idrok. Idrok endi atrofdagi aynan sezgini davomi bo'lib, atrofdan kelayotgan ma'lumotlarni miyada aks etishi. Idrokda ham masalan ba'zida charchaganimizda hali yaqin masofa uzoqda tuyulishi mumkin, yoki bir uydagi buyumlarning shakli o'zgarganligini sezishimiz mumkin, yoki bolalarda ko'proq bo'ladi. Masalan, nimalarga qarab, demak gilamga qarab xuddi bir maxluqni ko'rgandek yoki veshelkaga qarab bir qandaydir yovuz odam unga hamla qilayotgandek bo'lishi mumkin. Bu endi idrok buzilishi illyuziya bo'ladi. Ko'proq bolalarda uchraydi. Farzandinglarda bunaqa holat bo'lsa, idrok buzilishi bu demak kasallikning bitta belgisi bo'lishi mumkin. Keyingisi fikrlash. Fikrlashda ham juda ham ko'p holatlarda bo'ladi. Men o'zim bugungi kunda o'sha bemorlar bilan ishlash jarayonida ko'ryapman. Eng ko'p uchraydigan fikrlash buzilishi bu vasvasa hisoblanadi. Vasvasa qanaqa? Munosabat vasvasasi. Masalan, aytadiki, meni ayolim menga boshqacha munosabatda yoki qaynona keladi, meni kelinim meni zaharlamoqchi. Bu yerda demak munosabat vasvasasi yuzaga keladi. Yoki fikrlash buzilishida yana uchraydigan ko'p holatlar bu obsessiyalar deyiladi. Dinda bu vasvasa deb aytiladi. Bizda demak bu obsessiyalar deyiladi. Obsessiya nima bu? Miyadan ketmaydigan fikrlar. Demak, insonda miyasida ma'lum bir fikr o'rnashib qoladi. Eng ko'p uchraydigan holat tahorat bilan bog'liq. Tahorat olganda qayta o'ylaydi. Yaxshilab yuvdimmikan, toza bo'ldimmikan, pok bo'ldimmikan, yoki namoz o'qigandan keyin necha rakat o'qidim, xato o'qimadimmi, to'g'ri o'qidimmi degan holat. Bu demak idrokning tafakkur buzilishining eng ko'p uchraydigan holatlar. Mana sezgi, idrok, tafakkurni ko'rib chiqdik. Undan keyingi keladigan ruhiy sfera bu hissiyotlar. Hissiyotlardan ham eng ko'p uchraydigani bu depressiya. Depressiyada demak 3 ta triada bo'ladi. Buni eslab qolinglar. Mana hozir o'ylaymanki, sizlar psixodiagnostika qilib ketyapsizlar o'zingizda. Tafakkur sekinlashadi, keyingisi harakat pasayadi va keyingisi kayfiyat pasayadi. Mana shu 3 ta obligat asosiy simptomlar bo'lsa, depressiyaga bu demak shubha bo'ladi. Demak, hozir uyda o'tirgan holda men bilan birga o'zingizda depressiya bor yoki yo'qligini tekshirib oldinglar deb o'ylayman. Qaytaraman sizlar uchun: kayfiyat pastligi, harakat sekinlashishi va fikrlash sekinlashishi. Harakat sekinlashishi deganda oldin masalan 1 soatda butun xonani yig'ishtirib chiqqan bo'lsangiz, hozir sizga ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Va fikrlashda demak bitta kitob o'qib chiqasiz, lekin ma'nosini ilg'ab ola olmay qolasiz. Bu demak emotsiyada, hissiyotda eng ko'p uchraydigan buzilish hisoblanadi. Endi bundan tashqari bir qator buzilishlari bor. Men ko'p uchraydiganini uyda o'tirib tekshirib olishingiz uchun bu haqida gapirib ketyapman. Demak, hissiyot, keyingisi xotira va diqqat. Bu ikkalasi egizak ruhiy sfera desa bo'ladi. Masalan, eng ko'p hozir bolalarda uchrayotgani bu diqqat buzilishi. Ya'ni bola darsini bir pasda qilib bo'ladi. Bo'ladimi? Sizlarda ham bolalaringizda masalan darsga o'tirdi, 20 minutdan keyin chiqadi-da, "Oy, darsimni qilib bo'ldim." Bu yerda diqqat buzilishi bor. Demak, bola bitta predmetni o'rganishga yoki bitta ishni tugatishga diqqat yetmayapti va tez u faoliyatdan bu faoliyatga, u faoliyatdan bu faoliyatga ko'p o'tadi. Va oxirgi paytda kuzatayotganim, hozir mana internet, gadjet qaramlik bor. Bolalarda bu
nokimyoviy qaramlik hisoblanadi. Bola o'tiribdi-da, bir vaqtning o'zida ham televizor ko'ryapti, ham telefonda o'ynayapti, ham yana qaysidir faoliyat bilan shug'ullanyapti. Bu ham diqqat buzilishining belgisi hisoblanadi. Ya'ni bola bir vaqtning o'zida diqqatini bir joyga jamlay olmaydi. Tez unga bunga o'zgarib turish kerak. Yoki bu kattalarda ham bor. Kattalarda ham masalan kim bilandir gaplashib o'tiribdi, tez gapini bo'ladi. Nimasi sabri yetmaydi bitta gapni oxirigacha eshitishga, orada telefoniga qarashi mumkin masalan, yoki yana nimalarga chalg'ishi mumkin, yoki turib o'rnidan turib bitta aylanib kelishi mumkin. Bunaqa holatlar diqqat buzilishining eng ko'p uchraydigan belgilar, ya'ni giperaktivlik sindromi deyiladi, diqqat yetishmovchiligi sindromi. Endi xotirada albatta diqqatda muammo bo'lgandan keyin xotirada o'z-o'zidan muammo bo'ladi. Diqqatda qanaqa muammo bo'lishi? Diqqatda mana ma'lumotlarni yig'ib ola olmadi o'ziga, o'z-o'zidan yig'ib olinmagan diqqat xotirada, ya'ni yig'ib olinmagan ma'lumot xotirada saqlanmaydi. Ya'ni biz xotiramiz yaxshi bo'lishi uchun oldin diqqatimizni to'g'rilashimiz kerak. Xotira, diqqat, endi keyingisi intellekt. Intellektni ko'p holatlarda, masalan 3 yoshgacha bolalaringlar bo'lsa, tekshirsanglar bo'ladi. Vaqtida gapirdi, vaqtida yurdi, vaqtida so'zlarini aytdi. Bu juda ham muhim bolaning intellekti rivojlanishida ona tomonidan bilim berilishi, kuzatilishi kerak bo'lgan jihatlar. Yoki 3 yoshgacha bola yaxshi rivojlanadi-da, 3 yoshdan keyin qanaqadir travma oldi, yiqilib tushdi, hushdan ketdi va orqada qolishni boshlaydi. Bu endi orttirilgan aql zaiflik. 3 yoshgacha kuzatilsa bu tug'ma, 3 yoshdan keyin bo'lsa orttirilgan. Yoki qariyalarimizda yosh o'tishi bilan ko'p kuzatamiz, xotirasida muammolar bo'lishni boshlaydi, yaqinlarini tanimay qoladi, uyda orientatsiya olish qiyin bo'lib qoladi. Bu demensiya kasalligi deyiladi. Demak, xotira va diqqatni va mana intellektni ham ko'rib chiqdik. Demak, hozir sizlar bilan uyda o'tirgan holatda qisqa vaqtda imkonimiz darajasida sezgi, idrok, tafakkur, hissiyot, xotira, diqqat va intellektni ko'rib chiqdik. Eng oxirgisi iroda va harakat buzilishlar. Demak, iroda va harakatda qanaqa buzilish bor? Bugungi kunda juda ham ko'p kuzatiladi. Boshlagan ishni oxiriga yetkaza olmaslik, bu irodani susayishi deyiladi. Yoki irodani yo'qolishi, abuliya holati ham bor. Umuman hech narsa xohlamaslik. Bu depressiyaning og'ir ko'rinishlarida yoki o'sha shizofreniya kasalligida ham bo'lishi mumkin. Irodani pasayishi juda ko'p kuzatiladi. Bitta ishni boshlaymiz, oxiriga yetkazishimiz qiyin. Qat'iyat yetishmaydi. Ma'lum bir muddat qo'yamiz, lekin o'sha muddatni oxirigacha taqiymiz. Ya'ni deadline-ga olib borib qo'yamiz va o'sha paytda ham bajara olmay qolamiz shu ishlarimizni. Yoki bitta kitob boshlaymiz, tugatishimiz qiyin bo'ladi. Bu irodani susayishiga misol. Keyingisi harakatni pasayishi va iroda susaygandan keyin o'z-o'zidan harakat ham pasayadi insonda, chunki insonni harakatlantiradigan kuch bu iroda kuchi hisoblanadi. Shuning uchun yotishimiz mumkin, bolangiz dangasa bo'lib qoldi deyishingiz mumkin. Bir ayol keldi, aytibdi-ki, erim 6 yildan beri ishlamaydi uyda. Dangasa. Yo'q, biz tekshirib ko'rsak, unda muammolar bor. Uni davoladik. Birinchi masjidga chiqishni boshladi, keyin ish topdi. Ya'ni hayotga sekin-sekin qaytdi. Biz ko'pincha dangasa deb o'ylayotgan insonlarimiz shunchaki iroda buzilishidan qiynalayotgan bo'lishi mumkin. Hozir yana bitta qaytarib o'taman, sezgi, idrok, tafakkur, hissiyot, xotira, diqqat, intellekt va iroda va harakat. Mana shu sferalardan 3tasida o'zingizda muammo topgan bo'lsanglar, demak bu sizda qandaydir ruhiy kasallik, ya'ni ruhiy kasallik deganda og'ir shizofreniyani tushunmasligimiz kerak. Oddiy nevroz, depressiya bo'lishi mumkin yoki xotira bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. 3tasida agar biz aniqlagan bo'lsak, mana hozir siz uydasiz, tekshirdingiz, 3ta sferada muammo bormi? Albatta psixoterapevtga ko'rinishga jiddiy sabab hisoblanadi. Mana shu ruhiyatni diagnostika qilib olsanglar, mana hozir uyda qildinglar, mutaxassis bilan yana ham buni aniqlashtirib, chuqurlashtirib, har bitta men sanab o'tgan holatlarni bartaraf etsa bo'ladi. Uni chorasi bor. Davolash mumkin. Buni davolash orqali siz hayot sifatingizni yaxshilaysiz. Xo'sh, men bilan bo'lib o'tgan bugungi ruhiy diagnostikadan qanday o'tdingiz? Albatta izohlarda o'z javobingizni qoldiring. Men sanab o'tgan ruhiy sferani qaysilarida o'zingizda buzilish topdinglar? Qaysi muammolar sizlarda bor ekan? Javobinglarni albatta kutaman. Keyingi sonimizda aynan qaysi mavzuni olib chiqishimizni xohlagan bo'lardik.